Sen bir olam, men o'zga olam kitobi. Bosh qahramon hijob uchun eng og'ir munosabatlarga ko'nadi va bu paytda hech ham o'ylab ko'rmaydi hijobini yechish haqida. Lekin men bo'lsa, shunchaki nafsimga qarshi chiqa olmasdan bu haqida juda ham ko'p bor o'ylayman. Va aniqlashtirilmagan vaziyatlar kuchli og'riqlar beradi, jarohatlar qoldiradi. Sen bir olam, men o'zga olam. Kitobini o'qiganimda juda ham hayron qoldim. Nimagaki bu kitob xuddi meni taqdirim haqida yozilgandek. Kitob haqidagi ma'lumotlarni, voqealarni aniq qilib aytadigan bo'lsam, kitob 1980-yil Amerika maktabida islom dinini qanaqa qabul qilingan va o'qituvchilarning munosabati haqida yozilgan. Lamiga juda ham qiyin bo'ladi, nimagaki nafaqat Amerikada, balki yer yuzida islom dini u 1980-yilda keng tarqalmagandi. Buni aniqlashtirish uchun statistik ma'lumotlarga e'tibor tashlaymiz, qaraymiz. 1980-yilda dunyo bo'ylab musulmonlar soni taxminan 800 million bo'lgan. Hozirgi kunga kelib bo'lsa 2 milliarddan oshgan va buni foizlarda ko'rsatkichlarda aniqlaydigan bo'lsak, 1980-yilda 18%, hozirgi kunga kelib bo'lsa 25-26% atrofida. Kitobdagi yana bitta jihat menga juda ham tanish tuyuldi. Lamiya hijobi dini sababli maktabdan kamsitilinadi. Ayrim insonlar unga yomon munosabatda bo'lishadi. Uni tan olishmaydi, inson o'rnida ko'rishmaydi. Nimagaki? Chunki u hammadan ajralib turadi. Va mana o'zbek maktabiga ilk bor kelganimda xuddi shunaqa vaziyatlarga tushganman. Bu vaziyatlarni boshdan o'tkazganman. Nimagaki? Chunki men ham xuddi Lamiya butun maktabda yagona qiz bo'lganda, o'zimning sinfimda o'zga sayyoralikdek qiz bo'lganman. Xo'p, lekin bu masala hijob yoki din masalasida emasdi men uchun, meni taqdirimda. Men o'zbek maktabga kelgunimga qadar ruscha muhitda katta bo'lganman. To'g'ri, balki tashqaridan qaraganda bu juda ham oddiy yoki bo'lmasam oson qabul qilinishi mumkin bo'lgan vaziyatlardek ko'rinar, lekin buni ichida bo'lgan insonlar tushunadiki, yer bilan osmonchalik farq bor va o'zbek maktab menga nafaqat hayratni olib keldi, shu bilan birga juda ham ko'p kelishmovchiliklarni. Birinchi o'xshash tarafi shu, keyin kitobda shunaqa vaziyat bo'ladiki, Chester Lamiyani qo'ldan ushlab yerga yiqitadi va uni niyati uni hijobini yechish maqsadida. Va bilasizlarmi, shu paytda Lamiyani butun sinfdoshlari to'la o'tiradi, lekin hech kim unga yordam bermaydi, yordam qo'lini cho'zmaydi. Lamiyani himoya qilishga harakat qilmaydi, hatto barmog'ini uchun ham qimirlatishmaydi. Menda ham shunaqa vaziyatlar juda ko'p marta bo'lgan va men bundan shunaqa xulosa chiqaramanki, ba'zan insonlarni og'ir gaplar emas, balki shunchaki jim qarab, bundan ham battar bo'l, bundan ham ko'piga loyiqsan yoki xursand bo'lib qarab turgan nigohlari undan ham yomon tegadi. Keyin 3-chi, aniqlashtirilmagan vaziyatlar kuchli og'riqlar beradi. Bilasizlarmi, kitob tugayotganda so'nggi paytlarda shunaqa narsa bo'ldiki, Lamiya bilan Eliyning o'rtasidagi munosabatlarga putur yetadi. Bu aniqlashtirilmagan vaziyatlar sabab. To'g'risini aytganda, oxirida aniqlashtiriladi, ya'niki Eliyin aybsizligi va o'sha paytgacha men bu kitob уже bo'ldi o'qimayman yoki bo'lmasam Eliyin shunchalik ham yomon odam bo'lishi mumkinmi deb rosa xafa bo'ldim va Eliyindan juda ham yomon nafratlandim. Qachonki boshqa tarafdan ham bu vaziyatga qaralgandan keyin tushundimki, Eliyin aybdor emas. Va buni o'qisanglar tushunasizlarki, ba'zan insonlarni bilmagan holda ayblab qo'yamiz. Chunki voqealarni faqat bizga ko'ringan tarafini bilamiz, boshqa tarafdan qaramaymiz. Shubhasiz ishonchim komil bo'ldiki, haqiqiy sevgi insonni o'zgartiradi. Bunga inkor qilmaymanki, ya'ni qadarimizga yozilgandek bo'ladi. Lekin qadarimiz yozilgandek o'zgarishlarga insonlar ham sababchi bo'lib turishadi. Xuddiki shu kitobda ko'rsatib berilgandek. Eliy islom diniga kirishiga o'ylaymanki, Lamiyani o'rni beqiyos. Va Eliyning muhabbati ham sababchi. Eliy islom diniga kirib kelishi, islom dini haqida o'rganishni boshlashi
Elias Lamiyani yaxshi ko'rgan sabab uni e'tiqodini o'rganishga harakat qiladi va tushunadiki, o'rganayotgan paytda islom dini faqatgina to'g'ri din, yagona to'g'ri din. Va bu kitob nafaqat sevgi ma'nosida yoki bo'lmasam bor fokus sevgiga qaratilishi kerak emas, balki sevgidan ham ko'ra muhimrog'i o'zini topish, e'tiqod va sabr haqidagi roman deb tuyuladi. Berkitmayman, men bu kitob ichida yashadim va o'zimdan juda uyaldim. Chunki Lamiyani boshiga hijob sabab juda ham ko'p vaziyatlar tushadi, lekin men shunchaki nafsimni nazorat qila olmaganim sabab bu qarorga juda ham ko'p kelmoqchi bo'lganman va oxirgi so'nggi nuqtalargacha borishni istaganman va hatto shunaqa vaziyatlar bo'lgan.